Assalomu alaykum ahli o'zbek, bormisiz omonmisiz? Sizlar bilan yana men Bigal Boymatov va sizlarning kanalda ko'rib turgandan xursandman azizlar. Demak, keyingi video boshladik. Azizlar, bugun men yangi binoga ko'chgan geologiya muzeyidaman. Mana geologiya muzeyining hozir 3-qavatida juda ham bir ajoyib eksponatlarni oldida turibman. Geologiya muzeyi yurtimizdagi eng ajoyib, eng eksponatlarga boy muzeylardan biri hisoblanadi. Mana ular yaqinda yangi binoga ko'chib o'tishibdi. Mana shu yangi binoga ko'chib o'tgandan keyin ularni yana bir marotaba kanalimda yoritish uchun keldim. Avvalgi eski binosiga ham borib suratga olgandim. U paytda eski binoda ular unchalik yaxshi sharoitlarga ega emas edilar. Hozir esa mana ko'rib turganingizdek 2 qavatda joylashibdi. 3-qavat hozircha ochilmagan ekan. Mana 3-qavatini ham hozircha rahbar bilan gaplashdim. Rahbar aytdiki, 3-qavat hali ochilmadi. Ular harakat qilishyapti, ishlashyapti. 3-qavat ochilishi bilan albatta taklif qilishadi, kelib 3-qavatni ham sizlarga ko'rsatib beraman. Bu yerda mana ko'rib turganlaringizdek juda ham noyob artefaktlar bor. Shulardan bittasi yurtimizda, nafaqat yurtimizda, umuman juda ko'pchilik dunyoda yagona bo'lgan, kamdan kam hollarda topilgan arxidiskadonning katta qoziq tishi. O'zimizning Ohangaronning Ovjas soyidan topilgan. Juda ham yaxshi saqlanib qolgan. Mana shu geologiya muzeyining rahbari o'zlari borib buni topib, o'zlari mana shu joyda saqlab kelyaptilar. Juda ham ajoyib, noyob artefaktlardan biri. Farzandlarim bilan keldim bu safar bu muzeyga. Naq qo'ychi qani? Mana bular nima ekan? Bu Arnitamina ekan. Arnitamina bir paytlar yurtimizda dedim, yer sharida yashagan mana shunday bir noyob hayvonlardan biri. Bu esa tiranozavr ekan azizlar, mana tiranozavr. Qoyil, juda ham yaxshi. Replikasini yasashibdi. Zo'r, ko'zlari ham qimirlayapti hattoki. Qoyil, zo'r. Demak, geologiya muzeyi yurtimizdagi mana nihoyat yaxshi sharoitlarga ega bo'layotgan muzeylardan biri. Nihoyat yangi binoga ko'chib o'tishdi. Demak, juda ko'pchilik eksponatlarni, artefaktlarni ular mana joylashtirishyapti. Hali yana bu yerda qiladigan ishlar juda ko'p. Mana katta brontozavr ham ko'p qo'yishibdi. Qoyil, brontozavr oyoqlari qimirlab turibdi. Qoyil, brontozavr boshi esa tepada. Juda ham ajoyib muzeylardan biri, o'zim yaxshi ko'radigan muzeylardan biri. Biz hozir mana 2-qavatidaman. Bu esa kiraverish hisoblanadi. Kiraverish ham mana juda ham ajoyib joylashgan. Juda ham chiroyli dizaynga ega bo'lgan yurtimizdagi muzeylardan biri. Mana bu yerdan muzeyga tashrif buyuruvchilar arimlaydi, juda ham ko'p odamlar kelyapti. Albatta bu yerga farzandlaringizni olib kelishni tavsiya qilaman. Juda ham ajoyib stegozavrlarni ko'rib turibmiz. Qo'ying. Bemalol kelinglar. Deyarli har kuni ochiq bo'ladi. Juda ham bolalar uchun qiziqarli bo'lgan, nafaqat bolalar o'zingiz uchun ham qiziqarli bo'lgan ajoyib muzeylardan biri azizlar. Bu yerda mana yana bir noyob topilmalardan biri bu ham. Endi esa toshlarni ko'rsatib o'taman sizlarga. Xilma-xil toshlar azizlar. Ko'pchiligi nomini hatto o'zim ham bilmayman. Eng qizig'i demak, Ko'chbuloqdan topilgan demak mana oltin toshlar. Fluorit va boshqa qimmatbaho bu ham oltin ekan. Bular nima ekan? Kvarts druzalari, tog' billur kristallari va boshqa shu kabi ko'plab biz nomini ham bilmaydigan toshlar mana azizlar. Bemalol kelinglar, bu yerdagi eksponatlar, artefaktlar sizni befarq qoldirmaydi degan umiddamiz. Buni ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham ajoyib katta binoga ko'chib o'tishgan. Mana bu yerda esa men sizlarga hozir kichkina g'orini ham ko'rsatib o'taman azizlar. Mana g'orga kiryapman. Qoyil, juda ham yaxshi yasashibdi. Angren shahar muzeyida xuddi shunga o'xshagan kichkinaroq g'orni ko'rgandim.
Mana bu esa demak bizni bir paytlar yerda yashagan yovvoyi odamlar. Kichkina bolakay, erkak kishi va ayol kishi adashmasam. Mana olov yoqib sinib o'tirishibdi. Qoyil. Yurtimizda ham ajoyib muzeylar bor. Bunday muzeylarga kelishni sizlarga tavsiya qilib qolamiz azizlar. Endi esa g'ordan sekin-asta chiqamiz. Demak azizlar, sizlarni geologiya muzeyiga taklif qilib qolamiz. O'zingiz va farzandlaringiz bilan keling, bir olam taassurotlar bilan qaytib ketasiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.